Ozarbayjon O'zbekiston do'stlik munosabatlari hozirda çok yaxshi. Bizim O'zbekiston Ozarbayjon mediası arasında çok yaxshi ishlar oldu. Madaniyatimiz bir, dilimiz bir. O yüzden sizin medya ve bizim medya arasında da farklar yoktu. Hepsi aynı. Bir yıl önce Azerbaycan'da olduğu zaman Karabağ'a gittik. Karabağ'da çok beni özüm taassurotları var. Yaxshi taassurotlarım oldu ve sizde bizim Fuzuli Maktabı açıldı Azerbaycan'da. Ve 2 ay önce ben Azerbaycan Medeniyet Merkezi destek oldu. Asvi kanala gittim, sonra İçtimai TV'ye gittim. Ben Azerbaycan'ın nesini severim, denizini severim. Azerbaycan bu bizim de Özbekistan doğma yurt, men için doğma yurt. Azerbaycan'da 7 defa oldum. Her bir aydan sonra yana Azerbaycan'a gitmek istiyorum. O'zbekiston va Ozarbayjon xalqlari juda qadim zamonlarda mushtarak holda birgalikda rivojlanib kelgan. Bu bir-biriga nihoyatda bir-biridan ta'sirlanib, bir-biri bilan juda yaqin madaniy aloqalar qadim zamonlardan rivojlanib kelgan. Endi bugungi kunda mustaqil davlatlar sifatida ko'rar ekanmiz. Ana shu mustaqil davlatlar Ozarbayjon va O'zbekiston mamlakatlari respublikalarini biz bugungi yangi formatda ularning o'rtasida aloqalarni ko'ramiz. Masalan, bu iqtisodiy aloqalar bo'lganda ham, siyosiy aloqalar holatida ko'rganimizda ham va madaniy aloqalar sohasida ko'rganimizda ham bugun juda ham yanada bir yaqinlikni his etamiz. Markaziy Osiyoning birligi va shuningdek Ozarbayjonni ham mana shu ittifoqqa qo'shilishi bilan bugun O'zbekiston va Ozarbayjon aloqalari strategik hamkorlikdan ittifoqchilik darajasiga ko'tarildi. Ya'ni Shavkat Mirziyoyev va Ilhom Aliyevning o'zaro do'stona muloqotlari bu ikkala mamlakat xalqlari uchun bu ibrat namunasidir. Ya'ni biz ham xuddi mana shu prezidentlardan ibrat olgan holda ozarbayjonliklar va o'zbekistonliklar o'zimizni demak yaqin tutishimiz kerakligini ko'rsatadi. Aynan mana shu nuqtaga Ilhom Aliyev Ozarbayjon prezidenti ham katta bir urg'u berdi. Ya'niki aytadiki, bu ittifoqchilik dunyodagi demak ta'sir va kuch markaziga aylanishi kerak dedi. Albatta bugungi kunda juda ham bir murakkab vaziyatlardagi dunyodagi holatlarga boqadigan bo'lsak, bugun geosiyosiy maydonda mana shu birlikning, ittifoqning bo'lishi bu turk birligining jipslashishiga, yana turk birligini rivojlanishiga juda katta qo'yilgan juda katta qadam hisoblanadi.